Assalomu alaykum akalar, ukalar. iPhone 13 Pro вообще zo'r holatda, ajoyib holatda, batareyalari 94, 95, в общем 90 dan tepalari keladi faqat. Sostoyaniyasi вообще juda va juda zo'r, ideal holatda do'stlar. Mana misol uchun mana hozir ikkitasini ko'rsatamiz, qaranglar mana. Sostoyaniyasi вообще zo'rda, как новый. Juda kam ishlatilgan telefon, sostoyaniyasi yangidek. Hozir ko'ramiz ichiga kirib, misol akkumulyator, yomkist, tudasini 94%. Hamma narsasi zavodskoy do'stlar. Hamma narsa, misol Face ID, True Tone, Apple ID, hamma funksiyalari от и до естественно ishlaydi, chunki polni originalida do'stlar bular. Bu telefonlar Dubaydan keladi. Juda zo'r sostoyaniyasi bilan. Hozirgacha biron dona даже defekt chiqmagan. Hozirgacha shuncha vaqt sotyapmiz, bir dona ham defekt chiqmagan shu telefonlardan. Именно dubayskiy keladigan telefonlardan. Narxi 48.990 rubl. Защитное стекло, чехол, блок питания va bespроводной naushnik, без sim naushnik, bespроводной yaxshi naushnikdan sovg'a qilamiz do'stlar. Kimni nima savoli bo'lsa, shu telefondan olmoqchi bo'lsalaring, adresimiz metro Sxodninska, торговый центр Orange Mir, 4-etaj, magazin Arzon Market. Nomerlarimiz 8 925 448 45 45. Ishlarga omad, sog' bo'linglar.